Hammaga assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, Vacuum Expert obunachilari. Ina alhamdulillah Qazarsiz tumanidan kelgan g'ayratamiz yaxshi bir natijalarga erishib boshladi. Deganlardan 15 kun bo'ldi o'xshaday. 15 kun bo'lib qoldi. 15 kunning ichida yengil metinani berdik. Tochka, chiziq, hammasini professional darajada qilib keltirib, alhamdulillah g'ayratamizga o'ta bir guruh strashniy bir ish berdik. Shu video orqali bir ko'rishingiz mumkin. Avvalgi holatini urib yenchib, o'z qo'llarim bilan yenchib ko'rsatib beradim. Xudo xolasa cho'tka bir rezultat aytibdi. Xudo xolasa ozgina kamisi bor. Lekin 15 kunda zo'r rezultat xudo xolasa. Endi bundan keyingi ishlarni muvaffaqiyat tilamiz. Xudo xolasa o'zingizdan nechik bo'ldi g'ayratam? Masalan, shu boshda keldingiz, o'zingizda bir taassurotlarni-chi? O'rganishingiz qiyin bo'ldimi yo bir yengil ishni ketdingizmi o'rganib? Biz bu yerga kelishdan oldin shu soha yaqinroq ishda bo'lganim uchun o'zimga osonroq tuyulardi. Boshlabki 5 kun to'g'risini aytsam shu arqa qaytish fikrim yo'q bo'lmadi. Men uchun maz ekan bu ishga. Shuni narsa o'tdi ichingizda. Shu boshlabki 5 kunda shu o'zingizni bilimlaringizni berib, tushunchalaringiz bilan singdirganingiz uchun xudo xolasa bu yanına qiziqish katta shu oxirladim. Ba'zan bani xudosi o'zingiz olib ketasiz. Inshaalloh. Bizga bergan bilimlarimizni o'zingiz bir mustaqil ravishda ishlab bilasiz, xudo xolasa. Shu rezultatni yaxshilashgan sayin bu ishga girish yaxshi bo'lib turibdi, xudo xolasa. Bo'ldi, xudo xolasa yana g'ayratamizga bundan ham sal murakkab ishlarni berib boshlaymiz. Endi xudo xolasa bizga obuna bo'lib qo'ying, bizni kuzatib turishni davom eting. Keyingi shogirdlarimizga ishlarni ko'rsatib boramiz. Hunarli bo'ling, salomat bo'ling.